Ассалому алейкум хаммаге. 1,5 yil bo'ldi, как я с тобой знаком, да? Из них общий где-то 7-8 oy плотный ish bo'lganda. Qolganini azizda syomka bo'lgan, kino, blog, короче, ish. Qanaqa rezultat bo'ldi? 1,86 bo'yi, 76 vес bo'lgan, из них 30% yo'q. Forma pik paytida. Значит, mana shunaqa показательlar bo'lib ketdi. 95 kilo vazn, o'sha 1,86 bo'yi, 12% yo'q bo'lgan. То есть, грубо говоря, tarozdan 20 kilo мышечной массы oldik, 12 kilo примерно yo'q ketdi. Еще считай, плюс это тоже мышечная масса. Итого где-то 28-30 kilo mышечной массы aziz oldi. Как 95 kilo oldi, menga aziz etdi. Okey, men bodybuilderskiy forma qilmayman, cho'ta og'irman, menga yo'q deyapti. Hozir boksga boryapman, menga такой yengil, плотный, yaxshi forma, выносливость ham, kuch ham и chiroyli figura kerak menga. То есть bodybuilderskiy figura menga kerak emas menga deydi. Bilmadim, men moslasha olmadim. Jostkiyman-da, og'irman-da, tushunasizmi? Qo'llarim yetmayapti, soqsam. Cho'ta nito dedim-da. Amerikaga bordim-ku. Amerikada tam plyajda ko'ryapman. Plotniy, такой plyajniy formada trend ekanda. Bodybuilderskая forma ko'p vaqt oladi. Senda shunaqa vaqt yo'q. Menda ham shunaqa vaqt yo'q, tushunasanmi? Это надо много кушать, много спать, чересчур сильно себя любить надо. Оптимал вариант. Конечно, иногда хочется больше, но когда ты становишься больше, это отнимает больше времени, идет больше энергозатрат и так далее. Кто что хочет, да? И если вот ты это решил, давай тогда. Тренировка программа ham, питание программа ham o'zgaradi. Тренировка уже гибридный bo'ladi. То есть силовой тренировка bo'ladi, uzunki vес bilan подтягивание, отжимание, брусья, прыжки и так далее. И boksanda haftadan necha marta? 2 marta. Все общий примерно haftadan 4 trenirovka bo'ladi. Dieta по-любому boshqa bo'ladi. Siz bilan o'sha transformatsiya qildik-ku. Shundan keyin trenirovka qildim. Orada menda ketma-ket safar bo'ldi. Eng ko'p safarimiz Amerikaga bo'ldi. Haddan ko'p qolib ketdi. O'sha hisobiga уже menda yana momentlarda anaqa chiqishni boshladi. Chunki umuman trenirovka qilmadim, pitание ham qilmadim, faqat tiqdim. Mana shu o'sha anaqa chiqishni boshlagan, okey? 10% yo'q kerak. И общая масса tela ideal 85-88 kilo. Kuzatib boringlar, o'rtoqlar. Oldin qilmasdim, oddiy trenirovkani qilib ketardim. Bu safar kontrol qattiq bo'lyapti. Haftada bitta trenirovka Iskandarga o'zlari bilan bo'ladigan bo'lyapti. И har doim nima yeyapman, qancha kaloriya yeyapman, qancha uglevod, qancha oqsil, hammasini polni olib boraman, chunki mana shu transformatsiyani konkretniy proyekt qilmoqchiman, o'zimga ham qiziq bo'lyapti. Mana bu kumiklarimni taxlab, bellarimdan kirgizib shundaylar-yu. Qancha vaqt, aka? 4-5 oy maksimum. А так 3-4 oy maksimum. Noyabrda. Если у тебя будет время. Aka qilaman bu safar. Если у тебя будет время, тогда получится, да. Tippa mana forma qilmoqchiman.